Men sizgan bu resim musobaqaga qatnashtirilgan resimlar ichidagi eng chiroyli bo'ladi. Musobaqada erishgan mukofot pulini yetimlar maktabiga iona qilaman. Hey Fatima, rangli qalam qutisini menga ber. Ali, hozir uni senga bera olmayman. Ko'ryapsan, rasmlarimga rang beryapman. Bu nima rasm? Sen buni chiroyli sizdim deb o'ylab qoldingmi tehi? Ali, rasmimni qaytirib ber. Sen menga rang qutisini bermisang, rasmingni qaytirib bermayman. Ali, sen rasmimni qaytirib ber deyaptimi? Bermisam qana qilatding? Nim qila olaysan? Uni mendan ruxsatsiz olsang bo'lmaydi. Olalayman, xohlagancha eliyveraman. La havla va la quvvata. Yana Fatima bilan Ali jidallashib o'tibdi. Baba, Fatima gidanga menga rangli qalamlardan berib tursin. Seni avar qilib qo'yganligim uchun kechirim so'rayman. Ali mening rang qutimni ilib olman deydi. Men bermayman dedim. Ahvoldan qaraganda ishkanglar bilan obdanroq so'zlashmasam bo'lmaydigan o'xshaydi. Fatima, qizim, kel o'ltir. Balarim, aytinglar, nemishqa jidallashdinglar? Musobaqaga qatnashish uchun bir qancha parcha rasm chizayotgan edim. Tuyuqsiz Ali eshikni chekmasdan hujramga kirib, rang qutimni ilib olmoqchi bo'ldi. Rang qutisi menga jiddiy lozim deb aytdim-ku sana. Men musaga uni ishlatyapman dedim-ku. Bildim, sening zodi yaxshi ish qilishni aytding yo'q. Ali, undaq dema o'g'lim. Musulmon odam har vaqt yaxshi ish qilishni xohlaydi. Ishikni chekmayla singlimning hujrasiga usib kiribsan. Mening hujramga ishikni chekmayla kirding. Uyga kirishning adab qoidasi bor. Buni qasddan bilmas bo'lsang bo'lmaydi. Uyga oldi bilan salom berib kirishing kerak. Chunki salom jannatga kirganlarning so'zidir. Rabbimiz duoni Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allohumma deb boshlashni, o'zimizni tunishtirishni salom bilan boshlashni aytgan. Nimishqa assalomu alaykum deydiganligimizning sababini endi tushundim. Salom kishiga xotirjamlik, huzur berdi bolarim. Salomlashish intayin yaxshi odat. Shunga salom jannatliklarning so'zi. Ular jannatga kirgandimi salom so'zi bilan qarshi elinadi. Men faqat bilmaydigan narsalarni anglayapman. Ishkanlardan kechirim so'rayman. Jinim bova, payg'ambarimizning hayoti to'g'risidagi voqealikning davomini so'zlab bersangiz? Ma'qul bolam, so'zlab beray. Nega kelgan edik? O'tganda Qurayshning Uhud urushi uchun tayyorlik qilayotganligini so'zlab bergan edingiz. Afirin Ali. Endi musulmonlarning tayyorligiga kelsak, payg'ambar alayhisalom 3 qanotliq bir qo'shin tayyorlagan bo'lib, o'ng qanotga Ukasha ibn Mehsanni, so'l qanotga Abu Salama ibn Abdul Ahadni, oldi tarafga Abu Ubayda ibn Jarroh bilan Sayyid ibn Abi Waqqasni, qolgan askarlarga Miqdod ibn Amirni tayinladi. Musab, ular oxiri keldi. Ularni kutilishdan ilgari sonini va qurol yaroqlarining ahvolini bilsak bo'ladi. Ularning soni xeyli ko'p, taxminan 3000 kishi atrofida. Ular tugiga mingan bo'lib, ayollarini mo birga elib kelyotdi. Badrda ularni mag'lub qilgan edik. U 1 yil ilgirki ish edi. Ular cho'qim Badrdagi intiqomni olish uchun kelganda qiladi. Darhol qurollarimizni tayyorlab, ularning oldiga chiqaylik. Nemishq bu issiqda yo'lga chiqishga ma'qul deb solgandimiz. Hay esin. Shaharda mudofiada turgan bo'lsak yaxshi bo'lmasmidi? Muhammad bizga elib kelgan foydali kengash bumi? Sening aqlli odamlaring bilan Yasribning cho'nglari nima da'vatida? Muhammad ularni menga qarshi qilib qo'ydi. Bola chaqammi uning orqasidan ketdi. Biz nemishqa o'zimizni o'zimiz o'limga tutib bergidakmiz? Sen qanday o'ylayapsan? Ular Quraysh bilan o'zi yalg'iz urushsin. Ularning shunda qilg'isi bor. Qarag'anda shaharga qaytib ketadigan qilasan. U yerda o'zingning istiqomni qurarsan, ha? Ular Quraysh bilan yalg'iz urush qilsin. Ularning orzusimi shu. Urush maydonidan chekinib ketgan munofiqlar haqida Alloh taolo mono oyatni nozil qildi. Bismillahirrahmanirrahim. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Qon! Abdudar cemati uyg'uninglar! Shaharni qo'g'dug'uchilar uyg'uninglar! Urunglar, chepinglar! Ularga qilchilik rahim qilmanglar! Hech qaysini tirik qo'ymanglar! Hammasini o'ltiringlar! Ish og'ritmanglar! O'ltiringlar, chepinglar, qiringlar! O'shar bo'linglar! Hammasini qilishdan o'tkazinglar! Ularni o'rnidan tura olmas qilib etinglar! O'ltiringlar! Hurra! Ularni o'ltirayli! Biz qattiq ballari hammani o'ldiramiz. Bu askarlarning turgan yeri menga faqat yoqmadi. Xolid ibn Valid ularga qo'mondonlik qilyotdi. Xolidni taniyman. Kuchli va talantli yigit. Urushda uni yengmek qiyin. Hamza, payg'ambarimiz so'rayotdi. U askarlarni ko'rdingmi? Oldi tarafdagilarni ko'rdim, lekin orqada kimlarning borligini bilolmadim. Aldirma. Rasululloh eng mergan o'qchilardan 50 kishini tog' bag'riga yerlashtirdi. Arqa sapni qo'g'dinglar, turgan joyinglarda ching turinglar dedi. Urushda g'alaba qilganligimizni yoki yengilganligimizni ko'rsanglarmi, o'rninglardan yo'tkalmanglar dedi. Abdullah ibn Jabirning qo'mondonligidagi qo'shinkan. Ahmadlar! Qapoq boshla! Hamza qarindishim, nima ko'ryapsan? Tani ko'p bir qo'shin ko'rdim, lekin iymonimiz va Allohning kuchi bilan ularni yengimiz. Demisimi payg'ambar alayhissalom yelimizda. Ularni mag'lub qilgudek kuchimiz bor. Bugun musulmonlarning ruhi ko'tarangi. Garchi fitna fasodchilar bizni yolg'iz tashlab qo'yib chekinib ketgan bo'lsa-mu, lekin Allohning bizga cho'qim yordam qiladiganligidan qilchilik shubhimiz yo'q. O'qchilar, qarg'a elinglar! Etinglar! Tayyorlaninglar! Etinglar! Tayyorlaninglar! Ey xaloyiq, Hamza shahid bo'ldi. Allohning yo'lvisi shahid bo'ldi. Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbar. Qochmanglar! Urush maydoniga qaytinglar! Ulardan qochmanglar! Allohu akbar! Ularni yangdiq! Allohu akbar! Ularni qirdiq! Allohu akbar! Musulmonlarning orqasida mangayli, urush g'animatlarini yig'ayli. Bo'linglar, tez bo'linglar. Turgan joyinglardan midirlamanglar. Rasulullohning so'ziga xiloflik qilmanglar. Sizlarga orqa sapni qo'g'danglar degandi. O'rninglardan yo'tkalmanglar. Sol qo'shinning o'ng tarafini ko'rdinglar. O'rninglarda jim turinglar. Orqa sapni qo'g'danglar. Ey Xolid, qo'shinimiz yengildi. Urush tex tugimadi. Hujum qilinglar. Hujum qilayli. Hurra! Bizni öldüreyli! Hurra! Çidanlar! Qo'xtanglar! Yordamchi qo'shin kelyapti. Xolid ibn Valid tog'ning orqasidan chiqib kelganga qadar musulmonlar texi mag'lub bo'lmagan edi, shundaqmi? Shundoq, Fatima. Bova, urush tex tugimidi-ku? Shundoq, Ali. Ammo davomini sizlarga keyin so'zlab beray. Jinim bova, vaqalikning davomini 4 ko'z bilan kutamiz. Bizga bularni aytib berganingiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin.